Aholini sifatli, xavfsiz va uzluksiz ichimlik suv bilan ta'minlash bugungi kunda kommunal sohada amalga oshirilayotgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Muxbirimiz Buxoroda birinchi tashkil qilingan, qariyb bir asr xizmat qilgan suv tozalash inshootidagi bunyodkorliklar haqida so'z yuritadi. Ichimlik suvi aholi salomatligi, turmush farovonligi va hududlarning barqaror rivojlanishdagi eng muhim omillardan biri. Shunga muvofiq Buxoroda yana bir muhim tashabbusga qo'l urildi. 1927-yilda bunyod etilgan o'z davrining yirik loyihasi sifatida viloyat aholisiga birinchilardan bo'lib toza suv yetkazib berishga mo'ljallangan Zarafshon suv tozalash va uzatish inshootida shu vaqtga qadar ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshirilmagan. Rekultivatsiya jarayonlariga e'tiborsizlik sabab mavjud imkoniyatlar 3-4 barobarga pasayib ketgan. Tabiiyki, suvni tindirish jarayonida yillar davomida havzalar tubida loyqa, qum va boshqa mexanik cho'kindilar yig'ilib borgan. Haqiqiy tarixiy eksponatlar saqlanib qolgan bir asrlik tarixga guvoh inshootda davlatimiz rahbarining sohaga e'tibori sabab yangi nafas kirib bordi. Umumiy hajmi 400 ming kub metrni tashkil etuvchi tindirgich o'zanlarni tozalash ishlariga jadal kirishildi. Bugungi kunda suv ta'minoti sohasida ham juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Suv ta'minoti sohasiga hurmatli prezidentimizning e'tiborlari, tashabbuslari juda ham namoyon, xalqimiz hamma ko'rib turibdi. Mana oxirgi 10 yil mobaynida masalan Buxoro viloyati 30% ga markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi oshdi. Zarafshon suv inshootimiz 1927-yilda tashkil topgan. Har bir asrlik suv inshooti suvni taqsimlash, tozalash havzasi 400 ming kub suv sig'imiga ega. Bunga yillar davomiga kelib o'tirgan cho'kindilar necha yillardan beri tozalanmay kelgan. Zarafshon suv inshootimiz 5 ta tumanga suv beradi. Jondor, Romitan, Peshku, Buxoro tuman, Buxoro shahar qisman. Hozirda mazkur inshootdan 280 ming kub metr loyqa cho'kindilarni chiqarib tashlash rejalashtirilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, tindirgichlarning loyqa cho'kindilaridan tozalanishi suvni dastlabki qayta ishlash jarayonlarini yaxshilaydi. Bu esa o'z navbatida suvning tiniqligi, sifat ko'rsatkichlari va tozalash inshootlarining umumiy samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, amalga oshirilayotgan yangilanishlar texnologik quvvatlarni oshirishga zamin yaratadi. Mana shu inshootda jo'yzardan suv kelar edi. Suv kelgandan keyin bu yerda suv tindirilar edi. Keyin 5 ta hududga yetkazib berish uchun bu suv 3-4 marotaba tozalanadi, tindirilgandan keyin va xalqqa yetkazib beriladi. Mana shu narsani o'zi ham mana o'zlaringiz guvoh bo'lyapsizlar, juda ko'milib qolgan edi. 3 dan 1 qismi qolgan edi. Hayot bu suv bilan. Shuning uchun obi hayot deb keksalarimiz aytadilar. Rahmat prezidentimizga mana shu tomonlarni ham biron tomon qolmadi obodonlashtirishda. Hamma sohalarni birma-bir mablag'lar ajratilayotganligi bu xalqimizni quvontiryapti. Zarafshon suv tozalash va uzatish inshooti tindirgich havzalarida 2017-yilda qisman modernizatsiya ishlari amalga oshirilgan. Biroq bugunga kelib obyektni to'liq qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida uzluksiz faoliyat yuritishi uchun ham katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Nasoslarimiz kelgusida hammasi energiya tejamkor nasoslarimiz quyosh panellari bilan ishlaydi. Korxonani energiya samaradorligiga yordam beradi bizga. Aholiga sifatli ichimlik suv yetkazib berishni imkoniyatini kengaytirib beradi. Bugun amalga oshirilayotgan ushbu ishlar nafaqat mavjud muammolarni bartaraf etish, balki kelajakda suv ta'minoti tizimining yanada barqaror va samarali faoliyat yuritishini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, tozalash ishlari nihoyasiga yetganidan so'ng xalqaro moliya tashkilotlari ko'magida inshootda texnik jihatdan takomillashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha yirik loyiha amalga oshiriladi. Har bir loyiha, har bir rekonstruksiya va texnik tadbir zamirida bitta ezgu maqsad mujassam: aholini toza, sifatli va xavfsiz ichimlik suv bilan ta'minlash.